birinchi sariq bo'lganman. Yotaverardim doktorda. Manaqa yotsam, og'rib, baqoqda ololmas edim. 1 yilda 2 marta davolanib chiqardim. Aytdim, doktorda yotkazavermagin o'g'lim meni dedim. Hozirgi cho'ylar dedim, tuzlarni ham tushishlik. Bu oyoqlarim, bo'g'imlar ishkam yo'q dedim. Endi hamma menga o'xshagan bemorlar, bo'g'imlar, oyoqlar, o'tlar dimlanganlarga, oshqozon nimalariga, asabga, bosh og'riqqa, o'shanga hammaga tavsiya qilaman. Bosh miya, yurak, oshqozon ichakka kerakli bo'lgan vitaminlarni qayerdan topishni bilmayapsizmi? Moddalar almashinuvini yaxshilab, immunitetni mustahkamlashni xohlaysizmi? Bularning barchasiga birgina yechim Dr. Ali kompleks mahsulotini tavsiya qilamiz. Mehrigyo kompaniyasidan Ramazon aksiyasi. Endi Dr. Ali kompleks mahsulotiga 2 ta buyurtma berish orqali quyidagi sovg'alarga ega bo'ling. Bular salomatlik to'plami, Dr. Ali shifobaxsh choylari, Alibobo eliksiri va qiymati 500 ming so'mlik vaucherga ega bo'lasiz. Shoshiling, aksiyamizdan unumli foydalanib qoling. Mahsulotga buyurtma berish uchun hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Birinchi sariq bo'lganman. Birinchi yotganimda o'tkazib yuboribsiz, 30 kun yotib kelganman. Yana kelib, bolalar yosh, 5 ta bolam bor-da. Non, kir, mol, hol degandek baylab olib, yana urinib, yana 2 oydan keyin yana qayta ulanib qolganman. Jigar ishib. Doktorda yotib yurar edim. Onam bor edi, biri qarasa, biri qaramay. O'sha 2 marta qayta aylanganimdan keyin yana onam bor edi. Pastiyan og'riydi, paris qilganman-da ancha. Og'zimdan suv kelib, sasi nimalar, achchig'i zarda kelar edi. O'g'li ovqat yeyolmasdim, qo'g'ir deganlardi. Shunaqa qilib yurib, keyin bolalar ham katta bo'ldi, boshqa bo'ldi. Asorat qolgan ekan o't bushlanishdan. Yotaverardim doktorda. O't bushlanganda o'radi. Nima? Surunkali xira netsam bir bola diptas qo'yishgan. O bolalar katta bo'lganda, katta o'g'lim xillarni bo'lib olib ko'rsataverardi. Qayta bo'lsa, terapiyada ham yotganman, nimada ham. 1 yilda 2 marta davolanib chiqardim. 1 yil sanatoriyaga yuborardi. Bir oy qizil suvdan iching deb. Shunaqa qilib yurib, keyin bo'g'imlar, oyoqlar ishdi. O'zim ham ishdim. Bo'g'imlar ozgina chiroyli edim. Oyoqlar, mo'naq bo'g'imlar ham ishib ketdi. Yana teksam qon, tomir, bo'g'im shamollashdi ishdi. Bir marta revmatizm dedim, unga davolandim. O'shandan beri doktor davolanib yuraman. Aytdim, doktorda yotkazavermagin o'g'lim meni dedim. 2 oylar tabletkanglar oshqozonimda ham og'rityapti, jigarimda ham dedim. Desam, deb ko'rishib divanimdan chiqib ketdi. Hozir birga olib kelgan o'g'lim. Desam, ertasiga korobkani quchoqlab, ona nima dori, siz ham bir ichib ko'ring-chi deb katta o'g'lim olib keldi. Bo'pti, doktorga bormasangiz, boshim ham og'riyapti ro'da, uyqusizman. Manaqa yotsam, og'rib, baqoqda ololmas edim. Aytdim, men ham og'riq bilan yotib, og'riq bilan turar edim. Oyoqlarda ham, bo'g'imlarda ham, oyoqda tekshirtiruvdi doktorga borib, tuzdiga. Ishib yotdim unday bo'lib. O'sha tuzlar ham eridi, siydik yo'llarda o'zim ham ko'rdim. Hozirgi cho'ylar dedim, tuzlarni ham tushishlik. Bu oyoqlarim, bo'g'imlar ishkam yo'q dedim. O'sha bitta tirimiz eklamni, tirimizni damlab, to'pishkamga qo'yib qo'yaman. O'shani aynalab, kechgacha ichaman. Bir alpeli otib qo'ysa, bitta bankani yo'q, o'ki qo'yib qo'ysam, ana nevaralarim ham o'g'lim ham ichishadi. Hozir birga yurgan nevaram ham ichadi. Do'zani boshida nasib nimaga qo'shilib qoldi? Katta o'g'lim, hojiga nasibimiz qo'shilib qoldi. Oyoqlar yengilding. Cho'ydi, yana olamiz dedik. O'sha ham bitta unda tolqonida bir paket olganman. O'sha ham ichib yurganman. Hali sherilamga ichinglar dedim. Mana dedim, modaqa paypaqlab olib, aynalib yuraverdik. O'sha nimada. Har kuni ertami og'izni bekitib chiqib ketamiz. Shu bilan kechgacha og'iz ochargacha yuramiz, kelmaymiz onaga. Yaxshi. Yengil yurdim. Kayfiyatlar ko'tarilib. Men yaramasam kerak dedim, oyoq, jigar og'riq, nimani bezi shamollagandir edi oshqozonda.
davolanib yurar edim o'shalarga. Ichaklarda shamollash bor, qon tomirlarda, bo'g'imlarda shamollash bor degdi. O'shalardan yaxshiman hozir. Ayta olaman. O'zimni katta qizim hozir qiz chiqardi, unga bir kun bir pochka olib o'shatib yubordim. Bitta 4-chi qizimni xo'jayini o'tdi, siroplarda. Men cho'yini ichdim, men 5 ta, 4 ta, 6 tacha sirop ichdim. Men sirop senchkanda berib yubordim. O'sha bolalarimga mana u qiz birinchi o'rinda shunda olyapman. Singil. Endi hamma menga o'xshagan bemorlar, bo'g'imlar, oyoqlar, o'tlar dimlanganlarga, oshqozon nimalariga, asabga, bosh og'riqqa, o'shanga hammaga tavsiya qilaman. Giyoh ekan, ziyoni yo'q ekan, foyda bo'lsa bo'lar. Desam cholim bir kuni foyda to'yapti, kami bo'yin deydi. To'g'ri, foyda to'yapman dedim.